Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda muhim, dolzarb va barchamizni qiziqtirishi shubhasiz bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Ya'ni 1-maydan boshlab joriy etilishi kutilayotgan katta jarimalar haqida gaplashamiz. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzu qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik hammaga jarima solinadimi? Bu rostmi? Nima uchun va kimlarga kabi savollar bilan murojaat qilmoqda. Shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, bu ma'lumot har birimizga, har bir fuqaroga daxldor. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, nafaqat moddiy yo'qotishlarga uchrashingiz, balki qonun bilan bog'liq jiddiy muammolarga ham duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki qat'iy talabdir. Sababi ba'zi qonuniy o'zgarishlar haqiqatdan ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli iltimos, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhim. Endi esa mavzuga chuqurroq kirishamiz. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari ayrim masalalar bo'yicha qonunlarimiz ba'zi bir holatlarda yengilroq edi yoki qonunbuzarliklarga nisbatan nazorat va javobgarlik mexanizmlari unchalik kuchli emasdi. Masalan, ayrim hollarda odamlar o'z uy-joylarida yashayotgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni to'g'ri va to'liq taqdim etishga unchalik e'tibor bermasdilar. Ba'zilar ijarachilarni ro'yxatdan o'tkazmasdan yashashiga ruxsat berishgan. Boshqalar esa o'z oila a'zolarini, masalan, uzoq muddatga kelgan qarindoshlarini belgilangan tartibda ro'yxatga qo'ymasdan yashatishgan. Xuddi shunday, maishiy chiqindilar masalasi ham ko'p hollarda nazoratdan tashqarida qolardi. Odamlar chiqindilarni belgilangan joylarga tashlash o'rniga ba'zan yaqin atrofdagi ariqlarga, bo'sh yerlarga yoki umuman noto'g'ri joylarga tashlash holatlari uchrab turardi. Chiqindi to'lovlarini o'z vaqtida to'lashga ham ba'zi hollarda beparvolik bilan qaralgan. Eng muhimi, bu kabi harakatlar uchun joriy etilgan jarimalar miqdori ham unchalik katta emas edi yoki jarimani undirish mexanizmlari samarali ishlamasdi. Natijada ushbu qonunbuzarliklar davom etar edi. Bu esa jamoat tartibiga, atrof muhit tozaligiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Davlat organlari uchun ham fuqarolar haqidagi aniq ma'lumotlarga ega bo'lish qiyinlashar. Bu esa aholiga xizmat ko'rsatish samaradorligini pasaytirardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yangi qarorlari va amaldagi qonunchilikka kiritilayotgan tuzatishlarga muvofiq bir qator yo'nalishlarda nazorat kuchaytirilmoqda va javobgarlik choralari keskin oshirilmoqda. Xususan 1-maydan boshlab 2 asosiy yo'nalishga e'tibor qaratilishi kutilmoqda. Birinchidan, uy xo'jaliklaridagi fuqarolarning ro'yxatga olinishi bilan bog'liq ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligi. Ikkinchidan, maishiy chiqindilarni boshqarish va ularni to'g'ri utilizatsiya qilish qoidalariga rioya etish. Bu o'zgarishlar faqatgina jarimalar qo'llashdan iborat emas, balki umumiy tartib-intizomni kuchaytirish, qonunchilikka rioya etish madaniyatini oshirish va aholi turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli islohotlarning bir qismidir. Davlat endi har bir fuqaroning qonunga amal qilishini ta'minlashga jiddiy yondashmoqda va bu masalada hech qanday murosaga kelmasligini ochiqchasiga ko'rsatmoqda. Bu degani, endilikda qoidabuzarliklarga nisbatan jazo choralari yanada qat'iy qo'llaniladi va jarimalar miqdori ham sezilarli darajada oshiriladi. Shuningdek, jarimalarni undirish mexanizmlari ham soddalashtirilgan va samaraliroq qilingan. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarning tashvishlanishiga hojat yo'q? Azizlar, endi qoidalarni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu siz uchun eng muhim ma'lumotdir. 2 asosiy yo'nalish bo'yicha jiddiy o'zgarishlar mavjud. Birinchi yo'nalish: uy xo'jaliklaridagi fuqarolarning ro'yxatga olinishi bilan bog'liq ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligi. Qoida mohiyati shundan iboratki, har bir uy xo'jaligi o'zida doimiy yoki vaqtinchalik yashayotgan barcha fuqarolar haqidagi ma'lumotlarni to'g'ri va to'liq taqdim etish shart. Bu degani, sizning xonadoningizda kimlar yashayotgan bo'lsa, ularning barchasi belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Bu faqatgina pasport stolidagi ro'yxatdan o'tish bilan cheklanmaydi, balki vaqtincha yashash joyiga hisobga turishni ham o'z ichiga oladi. Agar siz uy joyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, ijarachilarning barchasi belgilangan tartibda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan bo'lishi lozim. Xuddi shunday, agar sizning qarindoshlaringiz yoki boshqa shaxslar sizning uyingizda 15 kundan ortiq muddatga yashayotgan bo'lsa, qonunchilikda belgilangan ayrim istisnolardan tashqari, ular ham vaqtincha hisobga qo'yilishi shart.
Bu qoida davlatga aholi migratsiyasi, bandlik darajasi va aholiga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlarni aniqroq rejalashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, jamoat xavfsizligi va jinoyatchilikning oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi yo'nalish maishiy chiqindilarni boshqarish va ularni to'g'ri utilizatsiya qilish qoidalariga rioya etish. Bu qoida juda oddiydek tuyulishi mumkin, ammo uning jiddiy oqibatlari bor. Endilikda maishiy chiqindilarni belgilangan joylarga, belgilangan tartibda va belgilangan vaqtda tashlash har bir fuqaroning majburiyatiga aylanmoqda. Chiqindilarni saralash bo'yicha hududlarda joriy etilgan qoidalar agar mavjud bo'lsa ham qat'iy bajarilishi shart. Eng muhimi, chiqindi xizmatlari uchun belgilangan to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshirish majburiyati endilikda yanada kuchaytirilmoqda. Chiqindilarni noo'rin joylarga tashlash, masalan, ko'chalarga, ariqlarga, o'rmon bog'larga, uy atrofidagi bo'sh yerlarga tashlash qat'iyan man etiladi va buning uchun og'ir jarimalar belgilangan. Bu choralar atrof muhitni muhofaza qilish, sanitariya-gigiyena holatini yaxshilash va jamoat joylarining tozaligini ta'minlashga qaratilgan. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Ro'yxatdan o'tkazmasdan ijara beruvchilar. Agar siz uy joyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz va ijarachilaringizni belgilangan tartibda vaqtincha ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, jiddiy jarimaga tortilishingiz mumkin. Bu ayniqsa shaharlarda juda keng tarqalgan amaliyot edi. 2. Ro'yxatdan o'tmagan oila a'zolarini yashatuvchilar. Agar sizning uyingizda yashayotgan oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz yoki boshqa shaxslar qonunda belgilangan muddatdan ortiq vaqt davomida ro'yxatdan o'tmasdan yashayotgan bo'lsa, siz ham jarimaga tortilishingiz ehtimoli bor. Bu holat, masalan, viloyatlardan shaharlarga kelib yashayotgan talabalar yoki ish izlovchilar oilalarida ko'p uchraydi. 3. Chiqindi to'lovlarini doimiy kechiktiruvchilar. Agar siz chiqindi xizmatlari uchun to'lovlarni muntazam ravishda kechiktirsangiz yoki umuman to'lamagan bo'lsangiz, endilikda nafaqat kechiktirilgan to'lov va penya, balki ma'muriy jarima ham qo'llanilishi mumkin. 4. Chiqindilarni noto'g'ri tashlovchilar. Kimki chiqindilarni belgilangan joylardan tashqari joylarga, masalan, ko'chaga, ariqqa, o'rmonzorga yoki boshqa noo'rin joylarga tashlasa, ular ham jarimaga tortiladi. Chiqindilarni saralash qoidalariga rioya qilmaslik ham jarima sababchisi bo'lishi mumkin. 5. Mahalla idorasiga ma'lumot taqdim etmaydiganlar. Ba'zi hollarda mahalla idoralari fuqarolardan uy xo'jaliklarida yashovchilar soni va tarkibi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Agar siz bunday ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortsangiz yoki noto'g'ri ma'lumot bersangiz, bu ham qonunbuzarlik hisoblanadi. Kimlarning tashvishlanishiga hojat yo'q. 1. Qonuniy ro'yxatdan o'tgan fuqarolar. Agar siz va sizning xonadoningizda yashovchi barcha fuqarolar belgilangan tartibda doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, sizga hech qanday xavotirga o'rin yo'q. 2. O'z vaqtida chiqindi to'lovlarini amalga oshiruvchilar. Agar siz chiqindi xizmatlari uchun to'lovlarni muntazam ravishda va o'z vaqtida amalga oshirsangiz, bu borada hech qanday muammoga duch kelmaysiz. 3. Chiqindilarni to'g'ri utilizatsiya qiluvchilar. Kimki chiqindilarni belgilangan konteynerlarga, belgilangan tartibda tashlasa va atrof muhitni ifloslantirmasa, ular ham yangi qoidalardan xavotirlanmasligi kerak. 4. Davlat idoralariga to'g'ri ma'lumot taqdim etuvchilar. Agar siz mahalla idorasi, pasport bo'limi va boshqa tegishli tashkilotlarga uy xo'jaligingiz haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot taqdim etgan bo'lsangiz, siz tinchgina yashashingiz mumkin. Endi esa ushbu qoidalar qanday amaliy misollarda namoyon bo'lishi va qanday miqdordagi jarimalarga olib kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsin, jarimalar bazaviy hisoblash miqdori BHM asosida belgilanadi. Hozirgi kunda 1 BHM 340 ming so'mni tashkil etadi. Jarima miqdorlari har doim BHM ning ma'lum bir karraligi sifatida belgilanadi. Misol 1. Ma'lumotlar aniqligi. Janob Ahmadning ahvoli. Janob Ahmad Toshkent markazida 3 xonali kvartiraga ega. U bu kvartirasini ertalabdan kechgacha ishlagan talabalarga ijaraga bergan. Kvartirada 3 ta talaba yashaydi. Janob Ahmad ularni rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazmagan, chunki bemaqsad qog'ozbozlik bilan ovora bo'lishni xohlamagan. Undan tashqari, u ijara shartnomasini ham rasmiylashtirmagan. Mahalla faollari va ichki ishlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan reydlar natijasida ushbu holat aniqlandi. Janob Ahmad ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi bo'yicha javobgarlikka tortildi. Unga birinchi qoidabuzarlik uchun 5 BHM miqdorida jarima solindi. Bu degani 5 ujraga 340 ming, shatarni 1700 ming so'm.
Agar u ushbu qoidabuzarlikni takrorlasa, jarima miqdori 2 barobar, ya'ni 10 BXM, 3.400.000 so'm yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ijarachilarni ro'yxatga olmasdan turar joy berish soliq qonunchiligini buzish hisoblanishi mumkin va unga ijara to'lovidan olinmagan soliqlarni ham to'lash talab qilinishi mumkin. Misol 2. Ma'lumotlar aniqligi. Gulchehra opaning jiyani. Gulchehra opa qishloqdan kelgan jiyanini Toshkentdagi o'z uyida 6 oydan beri yashatib keladi. Jiyani institutga tayyorgarlik ko'rayotgani sababli Gulchehra opa uni vaqtincha ro'yxatga qo'yishni unutgan yoki bu unchalik muhim emas deb o'ylagan. Mahallaning tegishli xodimi yoki uchastka noziri xonadonlarga kirib, ma'lumotlarni tekshirayotganda ushbu holat aniqlandi. Gulchehra opaga 3 BXM miqdorida jarima solindi. Ya'ni 3 kulturtur 340 ming, shatarli 1.20 ming so'm. Unga jiyanini zudlik bilan vaqtincha ro'yxatga qo'yish majburiyati yuklatildi. Misol 3. Chiqindi boshqaruvi. Sherzod aka va Ariqdagi chiqindi. Sherzod aka doimiy ravishda o'zining maishiy chiqindilarini uyining yonidagi ariqqa yoki yaqin atrofdagi tashlandiq yerga tashlardi. U bir quti chiqindidan nima bo'lardi deb o'ylardi. Mahalladoshlardan biri bu holatni qayd etib, mas'ul tashkilotga xabar berdi. Toza hudud DUK inspektorlari vaziyatni o'rganib chiqishdi. Sherzod akaga chiqindilarni belgilangan joyga tashlamaganligi uchun 2 BXM miqdorida ma'muriy jarima solindi. Bu 2 kulturtur 340 ming, shatarli 680 ming so'm degani. Agar ushbu qoidabuzarlik videokamera orqali qayd etilgan bo'lsa yoki qayta sodir etilsa, jarima miqdori sezilarli darajada oshadi. Masalan, 5 BXM gacha yoki undan ham yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ba'zi hududlarda chiqindilarni saralash qoidasi joriy qilingan. Agar Sherzod aka chiqindini saralamagan bo'lsa, buning uchun alohida 1 BXM 340 ming so'm miqdorida qo'shimcha jarima ham solinishi mumkin. Misol 4. Chiqindi to'lovlarini kechiktirish, Davlatbek va to'lanmagan qarzlar. Davlatbek oilasi chiqindi xizmatlari uchun to'lovlarni 3 oydan beri to'lamagan. Har safar oylik chiqsa to'layman deb kechiktirib yurgan. Endilikda yangi qoidalarga ko'ra bunday holatlarga nisbatan qat'iy choralar qo'llaniladi. Birinchi navbatda uning qarziga kechiktirilgan har bir kun uchun penya hisoblanadi. Agar qarzdorlik ma'lum bir summadan oshib ketgan bo'lsa va ogohlantirishlarga qaramay to'lanmasa, toza hudud, DUK yoki boshqa tegishli tashkilot sudga murojaat qilish huquqiga ega. Sud qarori bilan nafaqat qarz va tenya undiriladi, balki sud xarajatlari, ijro yig'imlari ham Davlatbekning zimmasiga tushadi. Bundan tashqari tizimli ravishda to'lovlarni to'lamaslik ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi va Davlatbekka 1 BXM dan 3 BXM gacha miqdorda ma'muriy jarima solinishi mumkin. Bu degani qo'shimcha 340 ming so'mdan 1.20 ming so'mgacha jarima to'lash kerak bo'ladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, e'tiborsiz qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham ba'zi istisnolar va e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Qoidalardagi istisnolar. 1. Vaqtinchalik mehmonlar. Agar sizning uyingizga qarindoshingiz yoki do'stingiz qisqa muddatga, masalan, 15 kungacha mehmonga kelgan bo'lsa, ularni vaqtincha ro'yxatga qo'yish shart emas. Qonunchilikda vaqtincha mehmonlarning turish muddatlari aniq belgilangan. Agar ushbu muddat 15 kundan oshsa, u holda ular vaqtincha ro'yxatdan o'tishlari lozim. Ba'zi holatlarda, masalan, yaqin qarindoshlar, ota-ona, farzand, er-xotin uchun bu muddatlar biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Ammo har bir holatni alohida o'rganish muhim. Masalan, yangi turmush qurgan juftliklardan biri boshqa manzilda doimiy ro'yxatda bo'lsa, ikkinchisining uyida bir muddat ro'yxatdan o'tmasdan yashashi mumkin. Ammo keyinchalik doimiy ro'yxatga o'tish zarur. 2. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni darhol ro'yxatga olish majburiy emas. Ota-onalar tug'ilish haqidagi guvohnomani olganlaridan so'ng belgilangan muddat ichida, odatda 1 oy ichida, bolani o'zlarining doimiy yashash joyiga ro'yxatga qo'yishlari uchun yetarli vaqt beriladi. Bu muddat ichida jarima qo'llanilmaydi. 3. Talabalar. Agar talaba doimiy ro'yxatda ota-onasining manzilida turib, o'qish joyida, masalan Toshkentda, vaqtincha ijarada yoki yotoqxonada yashayotgan bo'lsa, u doimiy ro'yxatga turmasdan vaqtincha hisobga turishi mumkin. Bu talabalar uchun qulaylik yaratadi, ammo ular ham o'zlarining vaqtincha yashash joyini tegishli tartibda ro'yxatdan o'tkazishlari shart. E'tiborsiz qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar. 1.
Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Afsuski, ko'pchilik fuqarolar yangi qonunlar va qoidalar haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar. Men bilmas edim degan bahona sud yoki ma'muriy organlar tomonidan qabul qilinmaydi. Shuning uchun bu kabi ma'lumotlarni doimiy kuzatib borish juda muhim. Bu videoning asosiy maqsadi ham aynan shunda. 2. Bürokratiya va jarayonning murakkabligi. Ba'zida biror kishini ro'yxatdan o'tkazish yoki o'tkazishdan chiqarish jarayoni biroz murakkab bo'lib tuyulishi mumkin. Kerakli hujjatlarni yig'ish, tegishli idoralarga borish va navbat kutish kabi holatlar odamlarni charchatishi va qonunbuzarlikka olib kelishi mumkin. Ammo hozirda Xalq xizmatlari markazlari va my.gov.uz portali orqali ko'plab jarayonlar soddalashtirilgan. Shunday bo'lsa-da, ba'zilar ushbu imkoniyatlardan unumli foydalana olmaydilar. 3. Qo'shnilarning xabarlari va noto'g'ri ayblovlar. Ba'zi hollarda qo'shnilar orasidagi nizolar yoki shunchaki e'tiborsizlik tufayli siz haqingizda asossiz ma'lumotlar mahalla idorasiga yoki boshqa tegishli organlarga yetkazilishi mumkin. Bu esa tekshiruvlarga va kutilmagan tashvishlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'z uy xo'jaligingizda tartibni saqlash, qonunlarga rioya etish va mahallaning faol a'zosi bo'lish muhimdir. 4. Fantom ro'yxatdagilar. Ba'zi hollarda avval sizning uyingizda ro'yxatda o'tgan shaxslar, masalan, oldingi egasi, uzoq qarindosh, haqiqatda u yerda yashamasa-da, hali ham sizning manzilingizda ro'yxatda turishi mumkin. Bu siz uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki uy xo'jaligingizdagi odamlar soni haqida noto'g'ri ma'lumotlar paydo bo'ladi. Bunday holatlarni o'z vaqtida aniqlab, tuzatish kerak. 5. Mahalla qo'mitalarining roli. Mahalla qo'mitalari endilikda nafaqat ijtimoiy ko'mak berish, balki fuqarolarning qonunlarga rioya etishini nazorat qilishda ham muhim rol o'ynamoqda. Ular muntazam ravishda xonadonlarga kirib, yashash sharoitlarini o'rganishi, yashovchilar haqidagi ma'lumotlarni tekshirishi va tegishli organlarga xabar berishi mumkin. Ularning ogohlantirishlariga beparvo bo'lmaslik kerak. 6. Jarimalar va boshqa xizmatlar o'rtasidagi bog'liqlik. Ba'zi hollarda agar sizda to'lanmagan jarimalar mavjud bo'lsa, bu sizning boshqa davlat xizmatlarini olishingizga, masalan, pasport almashtirish, notarial bitimlarni rasmiylashtirish yoki bank xizmatlaridan foydalanishga to'sqinlik qilishi mumkin. Ya'ni, bu jarimalar faqatgina pul to'lash bilan cheklanmasdan, boshqa huquqlaringizni ham cheklashi mumkin. 7. BXM bazaviy hisoblash miqdorining o'zgarishi. Jarima miqdori BXM ga bog'liq bo'lgani sababli BXM o'zgarganda jarimalar miqdori ham o'zgaradi. Bu degani, qoidabuzarlik uchun belgilangan jarima summasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkinligini unutmaslik kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, siz aynan nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1-qadam. Uy xo'jaligingizdagi ro'yxatga olish ma'lumotlaringizni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingizning xonadoningizda doimiy yoki vaqtincha yashayotgan barcha shaxslarning ro'yxatga olinganligi haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz kerak. Qayerda tekshirish mumkin? Buning uchun siz bir necha yo'ldan foydalanishingiz mumkin. my.gov.uz portali. Agar sizda elektron imzo bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali o'zingizning ro'yxatga olish ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Ba'zi ma'lumotlar bu yerda aks etadi. Xalq xizmatlari markazlari. Yashin joyingizdagi xalq xizmatlari markazlariga murojaat qilib, o'zingiz va oila a'zolaringizning doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga olinganligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, pasport stoli. To'liq va ishonchli ma'lumot olish uchun pasport stoliga bevosita murojaat qilish eng yaxshi usuldir. U yerda sizga kimlar sizning manzilingizda ro'yxatda turganligi haqida to'liq ma'lumot beriladi. Nimaga e'tibor berish kerak? Uy joyingizda yashayotgan barcha shaxslarning, siz, oila a'zolaringiz, ijarachilar, uzoq muddatga kelgan qarindoshlar ro'yxatga olinganligiga ishonch hosil qiling. Agar kimdir ro'yxatda bo'lmasa, keyingi qadamga o'ting. 2-qadam. Barcha haqiqiy yashovchilarni ro'yxatda o'tkazing. Agar tekshiruv natijasida sizning uyingizda yashayotgan, ammo ro'yxatda turmagan shaxslar aniqlansa, ularni zudlik bilan qonuniy tartibda ro'yxatda o'tkazishingiz shart. Qanday amalga oshiriladi? Vaqtinchalik ro'yxatga qo'yish, propiska. Agar shaxs uzoq muddatga kelgan bo'lsa
va doimiy ro'yxatga tura olmasa, uni vaqtincha ro'yxatga qo'ying. Buning uchun xalq xizmatlari markazlariga yoki pasport stoliga murojaat qilish kerak. Odatda uy egasining arizasi, shaxsning pasporti va uy-joy hujjatlari talab qilinadi. Ba'zi hollarda davlat boji to'lanishi mumkin. Doimiy ro'yxatga olish. Agar shaxs doimiy yashash uchun ko'chib kelgan bo'lsa, uni doimiy ro'yxatga olish bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Ijarachilarni ro'yxatdan o'tkazish. Agar siz uy-joyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, ijarachilar bilan ijara shartnomasini rasmiylashtiring va ularni vaqtincha ro'yxatga qo'yishga yordam bering. Shartnoma soliq idorasida hisobga olinishi kerak. 3 qadam. Chiqindi boshqaruvi qoidalaringizni ko'rib chiqing. Mahalliy qoidalarni tushuning. Yashash joyingizdagi chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish bo'yicha mahalliy qoidalarni o'rganing. Chiqindilarni saralash, quruq, ho'l, plastmassa, qog'oz bo'yicha talablar bormi? Chiqindilarni qaysi joylarga va qaysi vaqtda tashlash kerak? Bu ma'lumotlarni mahalla idorasidan yoki chiqindilarni yig'uvchi tashkilotdan, masalan, Toza hudud (DUK) olishingiz mumkin. To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring. Chiqindi xizmatlari uchun belgilangan to'lovlarni har oy o'z vaqtida to'lab boring. Qarzdorlikni shakllantirmang. To'lovlarni internet orqali yoki bank kassalari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Har doim to'lov kvitantsiyalarini saqlab qo'ying. Atrof muhitni ifloslantirmang. Hech qachon chiqindilarni belgilangan joylardan tashqari joylarga tashlamang. Bu nafaqat qonunbuzarlik, balki atrof muhitga va boshqalarga hurmatsizlikdir. Bolalaringizga ham bu borada to'g'ri odatlarni singdiring. 4-qadam. Hujjatlaringizni va to'lov kvitantsiyalarini saqlang. Ro'yxatga olish bilan bog'liq har qanday hujjatlar, arizalar nusxalari, ro'yxatga olish haqidagi ma'lumotnomalar, shuningdek chiqindi xizmatlari uchun to'lov kvitantsiyalarini kamida 1 yil davomida saqlab qo'yish tavsiya etiladi. Bu, agar biron bir tushunmovchilik yuzaga kelsa, o'z haqqingizni isbotlash uchun yordam beradi. 5-qadam. Doimiy ravishda ma'lumotlardan xabardor bo'lib turing. Qonunchilik tez-tez o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun rasmiy yangiliklar manbalarini, masalan, O'zA, huquqiy portallar, davlat organlarining rasmiy saytlari, shuningdek ishonchli YouTube kanallarini, xuddi bizning kanalimiz kabi kuzatib boring. Mahallangizdagi e'lonlar doskasiga ham e'tibor bering. 6-qadam. Agar jarimaga tortilsangiz, huquqlaringizni biling. Agar sizga jarima solinsa, birinchi navbatda jarima bayonnomasini diqqat bilan o'qing. Qanday modda bo'yicha, qanday asos bilan jarima solingani, jarima miqdori va uni to'lash tartibi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Apellyatsiya berish. Agar siz jarimaga asossiz deb hisoblasangiz, belgilangan muddat ichida yuqori turuvchi organga, masalan, Toza hudud DUKning viloyat bo'limiga yoki Ichki ishlar vazirligining tegishli bo'limiga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Apellyatsiya berish tartibi jarima bayonnomasida ko'rsatilgan bo'ladi. Yuridik yordam. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, advokat maslahatini olishdan tortinmang. Yurist sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda muhokama qilganimizdek, 1-maydan boshlab joriy etilish kutilayotgan jarimalar haqidagi mishmishlar asossiz emas. Hozirgi kunda hukumat fuqarolarning uy xo'jaliklarida ro'yxatga olish tartibiga rioya etishlari va chiqindi boshqaruvi qoidalariga amal qilishlari borasidagi nazoratni kuchaytirishga qat'iy bel bog'lagan. Bu o'zgarishlar barchamizning farovonligimiz, toza atrof muhit va tartibli jamiyatda yashashimiz uchun xizmat qiladi. Jarimalardan qochishning eng yaxshi yo'li bu qonunlarga rioya etish, ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilab borish va barcha qoidalarga amal qilishdir. Unutmang, bu jarimalar shunchaki pul yig'ish emas, balki tartib intizomni kuchaytirish, qonunlarga hurmatni oshirish va har bir fuqaroning o'z burchini anglashiga qaratilgan choradir. Bu jarimalar sizning yashash tarzingizga, mulkingizga bo'lgan munosabatingizga, atrof muhitga bo'lgan e'tiboringizga bog'liq bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki bu boradagi shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz har doim sizga eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.